أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Bugün kitabımızdaki 9. mazmuni el-vujuh ve nazair. Biz oldingi bir mazmunda, ya'ni tafsir mavduininki ilgirki ulamolarning qishidagi atalg'ularining biri bo'lgan al-vujuh va nazair turining biri bo'lgan al-vujuh va nazair to'g'riliq biz shu yerda azroq so'zlab o'tgan. Amaliyotda bu ulumul Qur'on sohasidagi bir muayyan fan hisoblanadi. Bugungi darsimizda mush to'g'riliq so'zlaymiz. Oldi bilan al-vujuh va nazairni o'zimiz til nuqtasidan ma'nosini o'ylanib baqsaq, vujuh vajhining ko'pligi hammalarga ma'lum. Yo'l, yo'llar degan ma'noda. Nazair degani nazirning ko'pligi, o'xshash degan ma'noda. Nimda bu fanga vujuh va nazair deb ism qo'yib qo'ygan desa, chunki ma fanning xarakteri biz shu tafsir mavzuida so'zlaganimizdek Qur'oni Karimdagi ma'lum bir so'zni asos qilib turib, shu so'z lug'at ma'nosi nima? Arab tilida qancha xil qo'llanildi? Andigan Qur'oni Karimda qancha o'rinda keldi, qancha o'rinda qancha xil qo'llanildi degandek mushu nuqtalarni bahs qilib turib, Qur'oni Karimning so'zlarga nisbatan isti'molotlarini tashrif bahs qilishni maqsad qiladigan fan bo'g'achqa, ya'ni bu so'zningki ko'p xil ma'nolarini ifodalash uchun vujuh deb atasa, shu ko'p yo'llardagi o'xshash ma'nosini ifodalash nuqtasidan nazair deb atagan bo'lishi ehtimolga intayin yaqin. Endi avtor nima deb ta'rif qiladi, qarab baqsak bo'ladi. At-ta'rif al-wujuh va an-nazairning ta'rifatiga kelsak, al-wujuh lughatan jam'u wajhin, wajhu kulli shay mustaqbaluhu. Vujuh deganimiz lug'at jihatda vajhining ko'pligi bo'lib, har qanday narsaning vajhi demoqchi bo'lsak, shu narsaning oldi tarafini vajh deb atsak bo'ladi. Masalan, insonning vajhi qaysi? Insonning yuzi. Kitobning yuzi, vajhi, vajhul kitob. Vajhul jidor, tomning nimasi? Yuzi. Vajhul shasha, ekranning yuzi degandek, har qanday narsaning oldi ko'rinib turadigan tarafni biz nima deb ataymiz? Vajhi deb ataymiz. Unda hozir ma o'qimoqchi bo'lgan ma timidagi vujuhning ma'nosi nima desa, vajhul kalam deb kelsa, kalamning yo'li degan gap, kalamning maqsadlik tarafi degan gap. Ya'ni as-sabilul ladzi taqsiduhu bihi, shu jumla bilan, shu so'z bilan sen maqsad qilayotgan yo'lni nima deb ataymiz? Vajhi deb ataymiz. Nazair degan lug'at jihatdan naziraning ko'pligi bo'lib, mayli shakl jihatdan olsun, axloq jihatdan olsun, af'al jihatdan olsun, aqval jihatdan olsun, o'xshash narsani nazira deymiz. Masalan, menga birisi shakl jihatda chiroyimiz o'xshab kelsa, nazir. Axloqimiz o'xshab kelsa, yana nazir. Ish faoliyatimiz o'xshab kelsa, yana nazir. So'z qilish uslubimiz o'xshab kelsa, o'xshashlar nazir. Har qanday narsadan o'xshash narsani nazir deb ataymiz. Unda mushu ikki lug'at ma'nini asos qilib turib, al-vujuh va nazairninki mushu biz bugun o'qimoqchi bo'lgan temadagi istiloh ma'nosi nima desa, istilohda al-vujuh va nazair deganimiz ulamolar al-vujuh va nazairninki ta'rifatida ikki xil ko'z qarashga ixtilof qilgan degani o'xshamagan ko'z qarashni bayon qilgan. Birinchisi Ibn Jawziy va shunga ergashgan boshqa ulamolarning ta'rifati bo'lib, bu ta'rifat manda. Ammo ta'rifatlarda ba'zi birlarga so'z jihatdagi g'umuzliqmi yoki boshqa sababmi ba'zi bir tushunuvsizliklar bor. Vujuh nazairining ma'nosi so'z bir deydi. So'z birlam so'z bor. Bu bir so'z Qur'oni Karimning bir qancha o'rinlarida ala lafzi vahid birlam o'rinda ishlatilgan, bir lafzida, bir lafzida va bir harakatda deydi. Misha kelgan vaqtda mumkin bo'lsa qalamni olib bir harakat deganning ostiga chiziladi. Chunki ma'vo e'tibor qilinmaydigan tur. Chunki so'zda jumladagi grammatik o'rniga qarab ba'zida fa'il bo'ladi, ba'zi maf'ul bo'ladi. Buning so'zning ma'nosiga ta'siri yo'q. So'zning o'zining ma'nosiga ta'siri yo'q. Shunga bir harakat deyishning hojati yo'q. Va shu har o'rindagi so'z bilan g'ayri o'rindagi so'zning ma'nosining boshqasi, ya'ni boshqa ma'no iroda qilindigini, ma bir so'z Qur'onning ikki o'rinda keldi. Ma o'rinda boshqa ma'no, ma o'rinda boshqa ma'no iroda qilindi. Mana buni biz tugumida falafzu kullu kalimatun zukrat fi mawdi, ya'ni ma o'rinda so'zlangan ma so'zning lafzi yana bir o'rinda so'zlangan yana bir so'zning lafziga o'xshash. Uning shakl jihatda o'xshash. Mana buni biz nazair deymiz. Ammo har so'zni
Yeni bir sözün ma'nosini boshqa so'z bilan tushuntirib, aning ma'nosi boshqa, ma'ning ma'nosi boshqa bo'lganlik, mana bu vujuh bo'ladi. Ya'ni so'zning har taraflama ma'nosi degan gap. Vujuhning ma'nosi so'zning har taraflama ma'nosi, ammo shakli o'xshagan bo'lg'achqa bular nazoir. Undaqda İbn Jawzining ta'rifotining xulosasi, vujuh nazoir deganimiz so'zning labziga qaratilgan ism, vujuh deganimiz so'zning ma'nosiga qaratilgan ism. Labzining bir bo'lish e'tibori bilan bularni biz nazoir deb atsak, ma'noning ko'p xil bo'lish e'tibori bilan bularni deb ataymiz, vujuh deb ataymiz. Ma'u Ibn Jawzining ta'rifoti misolini keltirib ko'ramiz. Endi Zarkashi va boshqa ulamolarning fikri, ikkinchi xil fikri, u o'zi mandaq. Vujuh degan nima desa, köp ma'noda qo'llanilgan o'rtaq, ko'p ma'nilik so'z, majat o'xshash. Nazoir, vujuh deganimiz ko'p ma'noda qo'llanilgan ko'p ma'nilik so'zning labzini bo'ladi, vujuh bo'ladi. Oyada nazoirni alfaz degan, vujuhni ma'ni degan. Endi mayada labzining ismi vujuh, lekin ko'p ma'noni o'z ichiga olgan bo'lishi. Nazoir degan nima desa, bir kep qolgan so'zlarga o'xshash ma'ni kelgan so'zlar. Sal farq bor. Qanday desang, manda İbn Jawzi'ninkida bir söz 3 o'rinda ishlatiladi, necha xil ma'no bilan? 3 xil ma'no bilan. Bas so'zlarning o'zi nazoir, 3 xil ma'no vujuh. Ma Ibn Jawzi'ninki. Zarkashininki manda. Ma söz 6 o'rinda ishlatiladi. 6 o'rinda 3 xil ma'no ishlatiladi. İkisi bir ma'noda, ikkisi bir ma'noda, ikkisi bir ma'noda. Mujnun ichidagi ikkisi bir ma'noda kelgan, yoki bo'lmasa ko'p ma'noda kelgan alfozlarni biz vujuh deymiz. Vujuh deymiz. Nazoir degan so'z esa, ma ikkisi bir ma'noda keldi deb emas, ma shu bir ma'noda kelgan ma'no nima bo'ladi? Nazoir bo'ladi. Ma Zarkashininki sal tutuq, inshaalloh misolni tushunamiz. Zarkashining iboratida azroq tutuqlik bor, shay'un minal g'umud. Balkim zihnimizga mundoq desak, yaqinroq bo'lishi mumkin. Vujuh degan nima desa, bir söz xilma-xil siyoqda keladigan bir so'zningki o'xshamagan ma'nolari vujuh. Ma'no vujuh. Ammo ma abturning degan tushunchasi Zarkashiga elishib ketdi endi. Salalaqa. Chunki qaytadan qarasanglar, Zarkashi deganki bir so'z bor. 6 o'rinda ishlatiladi. So'z nima deganda vujuh. 6 o'rinda 3 xil ma'noda ishlatiladi. İkisi bir ma'noda, ikkisi bir ma'noda, ikkisi bir ma'noda. Ma ikkisi o'xshash ma'noda ishlatilgan so'zning o'zi, ya'ni o'xshash ma'no, o'xshash ma'noda ishlatilgan so'zning o'zi nazoir degandi. Ammo 3 unda emas. 6 so'z qaranglar, 2. 6 so'z 3 xil ma'noda keladi. Ikkisi bir ma'noda, ikkisi bir ma'noda, ikkisi bir ma'noda. Mush 6 so'zning hammasi Zarkashining nazarida nima vujuh. Ammo ikkisi bir ma'noda kelgan 2 so'z nazoir deb manda ataydi. Mana desak, ma boshqa tushunchlik, ammo abturni sal boshqa tushunadi. Ya'ni vujuh degan nima desa, xilma-xil saqt kelgan bir lafzning o'xshamagan ma'no bo'lsa, hammasi vujuh deb kimniga o'xshatib qo'ydi yana Ibn Jawzinikiga sal yaqin olib qo'ydi. Vujuhni undan demagandi. Vujuhni undan demagan Zarkashi. Bu yerdagi lafzi ashuna jihatidan mushtarak deb ataladi, chunki uningda ko'p ma'nolar mushtarak bo'ldi. Qani biz ma ikki jadvaldan ko'rib boqaylik. Masalan, ma'vo hozir tuvandagi birinchi jadval Ibn Jawzining nazaridagi al-vujuh va nazoirni ta'rif qiladigan jadval. Avval Ibn Jawzining aslanglar. Ibn Jawzining deganda bir qancha so'z bo'ladi, bir qancha xil ma'nilik so'zning alfozlari, nazoir ma'nilari vujuh deganda. Xolos, Qur'oni Karimdan axturayli ummat degan so'zni misolga olaylik. Ummat degan so'z Qur'oni Karimda 15 yerda keldi. Qur'oni Karimda 15 yerda keldi. Wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak. Tilka ummatun qad khalat min ahli al-kitab ummatun qa'imah wa min qaumi Musa ummah wa mimman khalaqna ummah kana an-nas ummatan wahida wa ma kana an-nas illa ummatan wahida wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida إن هذه أمتكم أمة واحدة لجعلناكم أمة واحدة ربنا لكل أمة زينا لكل أمة عملهم ليكون الناس أمة واحدة إلى أمة معدودة واذكر بعد أمة. Demek 15 o'rinda ummat degan so'z ishlatiladi. Vaddakara ba'da umma. 15 o'rinda ummat degan so'z ishlatiladi.
Muşu 15 o'rindagi ummatni kitobdimi, jadvaldimi 3 turga ayirib qo'yaylik. Oldingi 5 bir ma'noda. Usba degan ma'noda, to'p guruh degan ma'noda. O'tirdagi 8 millat degan ma'noda. Oxirgi ikkisi yil degan ma'noda. Endi mushu bo'yicha biz Ibn Jawziyning ta'rifatini qilib tushunib turaylik. Mushu so'zlarning ummat degan so'zning hamma ma'noda ummat lafzi mushtarak bo'lib, necha xil ma'no keldi? 3 xil ma'no vujuh bo'ldi. Zalki Ibn Jawziy nazarida mushu 3 xil ma'no nima? Vujuh. Nazoir uchun esa mushu butun 15 yerda kelgan butun ummat degan so'z birisi-birisiga nima? Nazoir. Birisi-birisiga. Yana 5 yer bir ma'noda o birga hisob. 8 yer bir ma'noda birga hisob, 2 yer bir ma'noda birga hisobda 3 nazoir bor degan gap ma'lumda. Necha nazoir bor? 3 nazoir bor. 3 xil ma'noda kelgan o'xshash so'z birisi-birisiga nima? Nazir. 3 xil ma'no vujuh. Ashu ma'nolarda kelgan so'z ummat degan so'z lafz mushtarak. Ma'vo kimning nazaridagi vujuh va nazoir? Ibn Jawziyning nazaridagi. Endi kimki jadvalga qaranglar. Keyingi jadvalda ma'iyatni bunda ayrıqliq. Vujuh o'xshash. Ummat degan 15 o'rinda kelgan, 15 o'rinda kelgan ummat degan so'zningki 3 xil ma'nosi borligini aniq qo'ya, 3 xil ma'no vujuh o'xshash. Ma Abturning tushuntirilishida chiqib qoldi majidval. Amaliyoti zarkashlik sal farqli. Sal turib uni qarab boqaylik. 3 ma'noda kelgan ma'no, birinchisi osba degan ma'no, ikkinchisi millat degan ma'no, uchinchisi sinin degan ma'no vujuh. Majatda ma Abturning bo'lgan vaqtda Zarkashi va Jawziyning vujuhi o'xshash. Endi nazoir chu desa Ibn Jawziyning nazarida 5 ma'nodagi bir so'z birga hisob 5. 8 ma'nodagi ummat birga hisob. 2 ma'nodagi ummat birga hisob. 3 ma'noda kelgan bir so'z hisoblanadi. 3 dona so'z. Ummat. 3 so'z. Ya'ni 5 bir so'zga hisobladik, 8 bir so'zga hisobladik, 2 bir so'zga hisobladik. 3 xil ma'noda keldi. 3 xil ma'noda kelgan 3 dona ummat degan so'z birisi uchun nazir deganda Ibn Jawziy ma'voda dedi. Yo'q, u nazir emas. Nazir deganimiz 5 dona ummat degan so'z bir ma'noda keldi-ku. 5i o'zaro birisiga nisbatan nazir. Ma 8i o'zaro birisiga nisbatan nima? Nazir. Ma 2si o'zaro birisiga nisbatan nima? Nazir deb ma'no berdi. Endi biz Jawziyninkiga ayrim qarab baqsaq, ma Abdurasal boshqa tushuntirayotgandek-ku, ya'ni Jawziyninkiga qarab baqsaq, Jawziy ko'p ma'nolarda qo'llaniladigan mushtarak lafzi vujuh degan. Unda olganda Zarkashining qishida ummat degan so'zning o'zi vujuh bo'ladi. Ummat degan so'zning o'zi vujuh bo'ladi. Andagi nazar deganimiz o'xshash lafzlar ash to'g'ri hozirqi. Masalan, 5 dona ummat bir ma'noda ashula birisiga nisbatan nazir va 8 dona ummat bir ma'noda o'zaro birisiga nisbatan nazir, 2 ummat bir ma'noda bular o'zaro birisiga nazir. Ashada azoq tutuqliq bor. Har holda qayta o'ylanib baqsaq, inchga qarab baqsaq, har holda mayli Ibn Jawziydek ta'rif qilsin, mayli Zarkashlik ta'rif qilsin, bu yerda o'rtaq bizning o'qimoqchi bo'lgan bir yakunimizdan birisi vujuh nazoir degan nima desa, Qur'onda ishlatilgan so'zningki o'xshamagan o'rinda kelgan, o'xshamagan ma'nosini bahs qiladigan va shularning o'rtasidagi munosabatni tepib chiqadigan fan buni deymiz al-vujuh va nazoir deymiz. Mayli ahil shaklda ta'rif qilsin yoki mahil shaklda qana qilsin, ta'rif qilsin. Va yazhar bu yerdan shu oshkor bo'ldiki, ikki ta'rif vujuhning ma'nosida ittifoq deydi. Endi ma Zarkashining ta'rifatini Abdursal qayryapti emasmi? Ma nuqtada ittifoq. Ya'ni ikkili jadvalda ummat degan so'zning 3 xil ma'noda kelishi ikkilisida vujuh. Ammo nazarning ta'rifatida muxtalifki, Zarkashininkida, Ibn Jawziyninkida 15 o'rindagi ummat degan so'z 5 bir ma'no, 8 bir ma'no, 2 bir ma'no kelganligi 3 so'zga hisobda. 3 so'z, ya'ni osbat degandagi bir umma, millat degandagi bir umma, sinin degandagi bir 3 so'z birisiga nisbatan nima? Nazir. Ammo Zarkashininkida 5 ma'noda kelgan ummat o'zaro nazir, 8 ma'noda kelgan ummat o'zaro nazir, 8 o'rindagi, 2 o'rindagi shu bir ma'noda kelgan ummat ikkisi o'zaro nazir deb nazarida farqlanadi. Lekin biz qaytadan Ibn Jawziyning ta'rifatiga qarasak, Qur'oni Karimdagi bir qancha o'rindagi bir so'z bir lafzda, bir harakatda bo'lsin degan o'rinyapti-ku. Shundaki bir harakat degan bayatni jizilyapti-ku, Abdurum bu gapni davatidi. Lekin shuni asl qilib qo'yishimiz kerakki,
Sözninki ortak, yani sözninki bir lafzda, bir harekette bo'lishi zarur emas. Chunki ba'zida mazi shaklda, ba'zi muzari shaklda, ba'zi birlik shaklda, ba'zi ko'plik shaklda bo'lib qoladi. Qanday bo'lib qolsa, bir tip yildiz bilan bo'lsa, bo'laveradi. Xuddi birinchi tarifatda kelgandek. Chunki al-vujuh va nazar kitoblari so'zning yasalib chiqqan so'zlarni o'xshash ishlatib joriy bo'lgan. Shu oyatdagi ala lafzi vahid, ala harakati vahidni qanaqa bo'lsa qoldirib olsak. Bo'libmi ala harakati vahid? Chunki lafz degan o'xshash so'z va so'zning mushtaqatlariga bizga lafzlar ishlatilsa, yana bo'laveradi. Endi musha ilmning temasiga kelsak, ma ilmning temasi bo'lsa, bahs qildigan yeri raqchan tushunib bo'ldinglar. Qur'oni Karimda mayli o'z lafzi bilan bo'lsin yoki shu lafzdan turinib chiqqan xilma-xil ma'nolar uchun turinib chiqqan boshqa lafzlar bo'lsin, Qur'oni Karimda takror kelgan Qur'onning so'zlari ma ilmning, ma fanning temasi bo'ladi. Ma fanning ahamiyatiga kelsak, arab tilining boyliqligi va mo'lligi qanaqdir u arab tilining umumiy jumlalarining natijasi yoki qurilmalarining umumiy alfozning natijasi emas, balki so'zliklarining boyligi arab tilining boshqa tillarga qaraganda vaqtda alohidlik hisoblanadi. Chunki arab tilining so'zlarining ko'pinchisi ma'no va xilma-xil o'xshamagan mazmunlar bilan intayin boy. Bir so'z bihays degan shu darajadaki bir so'z bilan o'xshamagan ma'nolarni ifodalashga bo'ladi. Undan boshqa mushu ma'nolarni har ma'noning texi shuningga xos yoki shuningga xos shuningga xos lafzi va yoki ashu ma'no undan boshqa ma'noni ifodalay oladi. Demak, bir so'zning ko'p ma'nosi bor. 5 xil ma'nosi bor desak, 5 xil ma'noning ayrim so'zlari bor. Undan boshqa ayrim so'zlar, ya'ni ashu ma'nodan boshqa yana boshqa ma'nolarni qanday ifodalay oladi. Mana vaqtidan arab tilining jumla qurilmalaridan boshqa so'zlik boyligi intayin mo'l. Endi Qur'oni Karim ochiq arab tilidan tushgan. Qur'oni Karimning bir ma'noni ifodalashi ba'zi vaqtlarda xilma-xil alfaz, xilma-xil iboratlar bilan bo'lgan bo'lsa, ya'ni bir ma'no bilan ham xilma-xil ma'nolarni ifodalagan ahvolim bor. Maholat, fi hada degan maholatda balog'at shakllaridan, balog'at yo'llaridan boshqa anglovchiga nisbatan zirkishni dafi qilish, malal degan zirkish, sam degan zirkish va iboratni yangi ko'rinishlarda maydonga chiqish qatorliq alohidliklari bor. Balog'atdan boshqa ma'no chiqadi. Undan boshqa ahvollarda Anikin Qur'oni Karim bu haqda intayin kengayib til ahlining o'zining qudratini eshib ketdiki, o'z vaqtidagi Makka mushriklar, shu til sohibi bo'lgan Makka mushriklar buningga hayron qoldi va uningga tang minishdan, tang turishdan nima keldi? Ojiz keldi. Fakana hada musha ahvol xuddi zarkashi degandek Qur'oni Karimning mo'jizlik turlarining qatoridan birisi hisoblanadi. Endi ma fanning ahamiyati bu so'zlarning mazmunlarini bilishda namoyon bo'ladi. Shuningga hech qanday odamning Qur'oni Karimni cho'qim har lafzining mazmunlarini bilgan, ma'nolarini tunigan, alfozlarning isti'molotlarini bilgan vaqtida andikin to'g'riligini mush ahvollarni o'qimaydi, Qur'on tafsir qilish xato. Balki shularni tushunish, bilish cho'qim lozim. Nimishqa buningga ergishib keladigan sog'lom aqidani tushunish, shar'iy ahkomlarni yakunlab chiqishdan iborat o'xshamasliklar yuz beradiganlik tufaylidan unda bo'lmaganda va illa degan agar anda bo'lmay aksi ish qilgan vaqtida xato tushunib, aqta al-fahm degan xato tushunib qilib, to'g'ridan yiroqlashib Qur'onga ilmsiz gap qilishga jur'at qilgan bo'ladi. Shuningga Abu Darda radhiyallohu anhu deydi, sen Qur'onning bir qancha yo'llarini bilib yetganga qadar degani ifodalaydigan mazmunlarning turli yo'llarini, xilma-xil uslublarini bilganga qadar Qur'onni to'liq tushunib olmaysiz deb Abu Darda radhiyallohu anhu degan gapi. Hammad deydi, Ayyub qidim Abu Darda Qur'oni Karimning bir qancha yo'llari bo'lib, uningga qadamalashning yo'llari bor deb qarab, shuning qadamalashni qo'rqatim desam, ha, shu. Ya'ni Qur'oni Karimning ifodalash shakllarida xilma-xil shakl, xilma-xil uslublar bo'lg'achqa, buni agar Qur'oni Karim xohlamagan shaklda ifodalab qo'ysa, xatolashadigan gap. Allohga tuhmatcha olgan bo'ladi. Demak, kimki söz ehtimol qiladigan yo'llarni bilmasa, aqidani, sog'lom aqidani tushunishda xatolashadi. Masalan, shirk degan so'z kelsa, Qur'oni Karimda o'xshamagan ma'nolarda kelgan. To'nik oyatlarni o'qib boqaylik. Birinchisi shirk shu Allohga shirk keltiradigan, Allohning g'ayrini tan qiladigan manda shirk. Biz degan cho'ng shirk ma'nosida keladi va abudulloh va la tushriku bihi shay'a. Mayad bunda ma'noda keldi. Allohning g'ayriga ibodat qilmasimi itoat qilish ma'nosi bor shirkniki. Ibodat qilmasimi itoat qilish. Masalan, falamma atahuma salihah ja'ala lahu shuraka'a fima atahuma. Yani ma'urunda itoat ma'nosida. Inni kafartu bima ashraktumuni. Itaat ma'nosida. Üçüncüsü
amallerde shirk deb so'z ishlatilib qolsa, riyo ma'nosi bo'ladi. Masalan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan va la tushrik bi rabbih bi ibadati rabbih ahada." Ya'ni shirk riyo ma'nosida. Demak, xulos kalam, "Man lam yudrik hadhihi al-ma'ani li-shirk." Shirkning mushu ma'nolarini bilmagan odam aniqla waqa'a fil-lubski erishib qoladi. Shuningdek, shariy ahkomlarni yakunlab chiqarish, masalan, tamoq desa, Qur'oni Karimda xil-xil ma'noda kelgan, buning hammasi misolga. Masalan, kishilar yeydigan tamoqni ta'am deb iboratlar bilan ifodalagan. "Fa iza ta'imtum fantashiru." Tamoq yeyish. "Alladhi at'amahum min ju'." Tamoq. Sharob degan ma'nosi keladi. "Laysa 'alal ladina amanu wa 'amilus solihat junahun fima ta'imu fima sharibu" ma'nosida. "Inna Alloha mubtaliikum bi naharin faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu", ya'ni wa man lam yashrabhu degan ma'noda. Üçüncüsü zabaih, bo'g'izgan mollar ma'nosida. "Ta'amu va ta'amul ladina utul kitab hillul lakum va ta'amukum hillul lahum." Bu yerdagi maqsad ta'amukum ta'amuhum demas, zabaih ma'nosi. Qolgan tomoqlar halol odatda. Üçüncüsü tuzlangan biliq ma'nosida. "Uhillul lakum saydul bahri va ta'amuhu." Mavrunda biliqni ilib, to'ngiltib, tuzlitib, saqlab, uyda zapas shaklda saqlab qo'ygandimi, taom deb atadi. Demak, kimki mush yo'llarni o'qimaganida to'g'rini bilmaydi, haqiqat botildan shu odam erishib qoladi. Ma yo'llarni bilgan, kalimaning biridan ma'ni ortiq ma'nosi borligini biladigan odam tafsiriga qadam ilishni haqiqatan ayminadi. Xuddi Abu Darda radhiyallohu anhu ishorat qilgandek. Endi bu fanninki paydo bo'lish va taraqqiy qilish bosqichlariga qarasak, ma fan islomning dastlabki davridagi, dastlabki asrdan paydo bo'lgan, masalan biz bayatdan Abu Darda radhiyallohu anhuninki "Innaka lan tafqaha kullal fiqh hatta tara al-Qur'an wujuhan" degan so'zni sahoba degan so'z. Mushuning o'zilam ma fan turga ahamiyat berish sahobaning davrida yuz berib bo'lgan degan ma'noda. Demak, mushu ahvol sahobaning qashlar ma'lum bo'lib qolgan ahvol. Shunga Abi Talib radhiyallohu anhu Ibn Abbosni xavorijlarning qashqavatga vaqtda deydi, "Izhib ilayhim." Ularning qashqa bag'an, faxasimhum, ular bilan munozirlash, ammo ularga Qur'on bilan pakt keltirma. Chunki Qur'on zuvujuh degani har xil ma'noga ehtimol kelgachga, sen uni desang, ular uni deydi. Sen ma ma'noni asos qilib Qur'on dalil ekansan, ular a ma'noni asos qilib Qur'on dalil ekanadi. Lekin ular bilan hadis bilan munozirlash. Ibn Abbos radhiyallohu anhu, "Ya amiral mu'minin, men Allohning kitobini o'zim obdan bilma. Qur'on bizning uyimizga tushgan" dedi. Elyaradin, "Yo'q, to'g'ri. Lekin Qur'on hammal zuvujuh. Ko'p ma'nolarga qaratilgan, ko'p yo'lliq. Sen birini deysa, u birini deydi. Shunga gap tugmaydi. Walakin khasimhum bis-sunan." Sen ular hadislar bilan munozirlash, chunki ular hadisdan qochadigan o'rinni topolmaydi deb nasihat qilgandan keyin Ibn Abbos radhiyallohu anhu ularni qishqa chiqib, ular bilan hadislar bilan munozirlashdi. Ularning qo'llarida o'zining quvvat qarashining to'g'riligiga pakt qilmadi. Bumi sahobalarning davrida mahil fanninki, yiltizininki yoki urug'chisiniki paydo bo'lib qolganligining ifodasi. Rasulullohdan va sahoba tabiin radhiyallohu anhumlardan hammasidan mushu turdan bir narsalar kelgan. Masalan, Imom Ahmad Abi Said al-Khudriyni rivoyat qilib, payg'ambarning bunday deganligini rivoyat qiladi. Qur'oni Karimdagi har harfki shunda qunut qanata degan mazmun kelib qoladigan har qanday harf bo'lib qolsa, har qanday so'z bo'lib qolsa, bu toat ma'nosi. Undan Rasululloh mishada qanata degan so'zningki toat ma'nosini ifodalayotdi. Yana bir misol. Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilib deydi, Qur'oni Karimdagi kulli rayb shak ma'nosida. La rayb, la shak ma'nosida. Lekin bir o'rinda raybal manundagi rayb vaqtda ishlarning hodisi, havodisul umur degan ma'noda. Mushuni o'zimi o'xshash ikkilisi rayb, bir o'rinda shak ma'nosi, yana bir o'rinda havodisul umur degan ma'nosida. Mushuni Ibn Abbos radhiyallohu anhu bayon qilib berganligini o'zi al-wujuh va nazair. Abul Aliyadan rivoyat qilib deydi, Qur'oni Karimdagi hifzul faraj deb kelib qolganlarning hammasi zinodan maqsad. Va ala furujihim hafizun, yahfazna furujahunna. Hammasi zina maqsad. Illaki qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum deki ma'daki furuj avrat emas, balki nima? Zina emas, balki avrat ma'nosida. Ya'ni murod hech kim ko'rmasin degan gapda. Tabari Dahakdan rivoyat qilib, Qur'oni Karimdagi alam deb kelib qolganlarning hammasi muji azoblovchi degan ma'nosi deydi. Sayyid Jubayrdan buni deganlik rivoyat qilindi. Qur'oni Karimdagi affi 3 xil ma'nosida, birisi gunohni o'tib o'tish, afv qilib o'tish. Yana birisi nafaqatda mo'tadil normal yo'lda mangish. Va yasalunaka ma za yunfiqun qul al-afwa degani normal yo'lda mang degan gap.
Yana birisi kishilarning orasida ihson qiladigan mazmunda keladiki, illa ay ya'fun aw ya'fu allazi bi yadihi 'uqdatun nikah. Ayollar nikahni ochishgan vaqtda o'zaro birisi-birisiga yaxshilik qilsa bu yaxshi deb Qur'oni Karimda afu iborasini ishlatdi, lekin yaxshilik qilish ma'nosida. Demak, yuqoridagilarning hammasi bu fanninki Rasulullohning davridan paydo bo'lganligining isboti va g'ayri zalik. Va undan boshqa dalillar borki, ma fanning Rasulullohning davrida sallallohu alayhi vasallam, sahobalarning davrida, tabiinlarning davridan paydo bo'lganligini ifodalaydigan nurg'un dalillar bor. Lekin har qanday fanda degan bir gapimiz bor. Har qanday fan garchi burun paydo bo'lgan bo'lsa-mu, lekin xotirlab, yezib qoldirish faqat Hijriyaninki 1-asrning oxirida, 2-asrlarda, ya'ni umumyuzlik yeziqchilik davri boshlangan vaqtda ham xotirlangan. Bu fan shuning qatoridan shunday qilingan. Lekin xotirlash dastlabki asrda bo'lmagan, balki bizga yetib kelgan eng qadimiy kitob shu sohada 2-asrga qaytadigan, 2-asr Hijriya 2-asrda. U o'simi Muqatil ibn Sulaymonning Al-Ashbah va An-Nazair fil Qur'on Karimning kitobi. Bundan ilgari Al-Wujuh va An-Nazair haqida yozilgan kitoblar Ikramaga nisbat berilib, Ikrama ibn Abbos rivoyat qilgan, Abi Talhaga nisbat berilib, u Ibn Abbos rivoyat qilgan degan nisbatlar ham bor. Buni anglab qo'ysak bo'ladi. Endi bu sohada yozilgan asarlar, muhim deb qaralgan asarlar kelsak, bu ilm, bu fanda yozilgan asarlar intayin ko'p bo'lib, shu asarlarning qatoridan besilganlari va shu asarlarning qatoridan mazala mahtutanligini texicha hil ham qo'l yozma peti qilib qolganlari va bu asarlarning qilib qolganlaridan mafqut yo'qolib ketganlari bor. Ammo muhim deb qaralgan asarlar tuandagi 6 turlik asar, ya'ni Al-Ashbah va An-Nazair fil Qur'on Karim Muqatil Sulaymonninki mattafaqa lafzuhu va ikhtalafa ma'nahu min al-Qur'on al-Majid Abu al-Abbas al-Mubarratninki Tahsil Nazair al-Qur'on Hakim at-Tirmizininki Al-Wujuh va An-Nazair fil Qur'on al-Karim Abu Abdullah ad-Damghanininki Nuzhat al-A'yun An-Nawazir fi ilm al-Wujuh va An-Nazair Abu al-Farjninki كشف السرائر في معنى الوجوه والنظر والأشباه والنظر ابن عمادنingki qatorliq va undan boshqa Siyutiyning va boshqalarningki kitobxonlarga olsak, bu sohada yozilgan kitoblar intayin ko'p. Endi ma yuqori tilg'alari Mavla hazihi mujtahidiki bir qism asarlar aslarning foydalanish uchun avtor beryotdi. Undan boshqa asarlar intayin ko'p. Bugungi darsimiz to'xtaydi. Vallohu a'lam va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.